Salom Pep, Husanov haqida so'ramoqchi edim. U bu safar Chelsiga qarshi o'yindagiga qaraganda juda yaxshi o'ynadi. Ha, menimcha ham, lekin uni bugun 3-4 marta hushtak chalib to'xtatishdi. Chunki u yakka kurashlarda o'ta tajovuzkor. Ammo uning bu harakatlari qo'pollik deb baholandi. Agar nufuzli, mashhur himoyachi shunaqa o'ynaganda balki hushtak chalinmagan bo'lardi. Chelsiga qarshi o'yin oson bo'lmagan, to'g'rimi? Dastlabki daqiqalardagi voqealar, bilasizmi, bu juda qiyin vaziyat edi. O'zbekiston yoki Fransiyadan kelgan futbolchi uchun bu oson emas. U shundan beri maydonga tushmadi. Bugun esa Ruben, Akanji va Aki kabi futbolchilar o'ynashi kerak bo'lgan sharoitda maydonga tushdi. Bu uning uchun ham, biz uchun ham juda yaxshi. Biz uning kelajakda erishishi mumkin bo'lgan potensialini ko'rib turibmiz. Uning to'p bilan ishlashdagi xotirjamligi, u juda tez orqaga qaytishda Isak bilan yugurishga to'g'ri kelsa, u buni uddalay oladi. U juda tezkor. Albatta, qaror qabul qilishni hali yaxshilash kerak, lekin bu uning yoshligi bilan bog'liq, vaqt masalasi, o'rganadi. Eng muhimi, u juda yaxshi moslashdi. U juda kamtar, ko'p gapirmaydi va o'ylashimcha bizga hali juda ko'p yordam beradi. U jamoaning o'yiniga juda yaxshi kirishib ketdi, xuddi Niko kabi. Ular Vitor Reyes kabi juda yosh va kelgusi yillarda biz Manchester Cityni yuqori darajaga qaytara oladigan futbolchilarga ega bo'lamiz deb o'ylayman.